Assalomu alaykum azizlarim. Yaqin kunlarda sizni nimalar kutmoqda deb niyat qilib olamiz. Va birinchi, ikkinchi pozitsiyadan bittasini tanlaymiz. Bu meni eng yaxshi ko'rgan kartalarimdan bittasi. Shaxsiy ochilmalarda ham tez foydalanaman. Mushukchalar yaxshi ko'rganim uchun mushukcha formatidagi kartalarni juda ham yaxshi ko'raman. Xo'sh, birinchi pozitsiyamizni tanlagan insonlarimiz uchun yaqin kunlarda nimalar kutyapti? Qandaydir depressiv holatlardan o'tyapsiz ekan, juda ham ko'p ishlaringiz to'xtab, tiqilib qolibdi ekan. Bu ham moddiy bo'lsin, ham ma'naviy bo'lsin, ham shaxsiy hayotingiz bo'lsin, ishlaringiz uzoq vaqtdan beri to'xtab bir joyda tiqilib qolgani ko'rinyapti. Lekin xavotir olishga hojat yo'q. Ozroq insonlarga nima deydi, yaxshilik ulashib andaqa qilganingizdan keyin deydi, o'z-o'zidan deydi atrofingizdagi energiyalaringiz tozalanib deydi, yaxshiliklar hayotingizga kirib kelishni boshlaydi deydi. 6 kundir, 6 haftadir eng andaqasi deydi, o'sha eng uzog'i 6 hafta ichkarisida deydi, o'sha tiqilib qolgan ishlaringiz, moddiy qiyinchiliklaringiz va siqilayotgan, sizni o'ylantirayotgan barcha mavzular hayotingizdan chiqib ketishi ko'rinmoqda bu yerda. Xo'sh, qo'shimcha yana nimalar bilishimiz kerak? Yaqin kunlarda eng uzog'i 6 hafta ichkarisida sizni hayotiy muammolaringiz hammasi tugashi ko'rinyapti bu yerda. Xo'sh, yana nimalarni bilishimiz kerak? Atrofingizda do'st ko'ringan dushmaningiz bor ekanligi ko'rinyapti, lekin bu ham tez orada zararsiz holatiga kelishi ko'rinyapti. Aytib o'tganimdek, o'sha sizni qiynayotgan mavzular deydi, o'z-o'zidan yechimini topishni boshlaydi. Dunyo siz tarafda, chunki ba'zi muammolaringizga o'sha sizga do'st ko'ringan dushmanlaringiz sababchi bo'lgan bo'lishi ham mumkin, lekin bular ham tez orada barham topib, yaxshiliklar hayotingizga kirib kelayotgani, butun dunyolarda qo'lga kiritgandek hislar ichkarisida bo'lishingiz ko'rinmoqda yaqin kunlar ichkarisida. Xo'sh, ikkinchi pozitsiyamizni tanlagan insonlarimiz yaqin kunlarda nimalar kutmoqda sizni? Yo'lchilik. To'ppa-to'g'ri. Yo'lga chiqishingiz ko'rinyapti. Bu yerda ham xuddi shunday. Ba'zi nima deydi? Ba'zan haqiqatdan ham bir joylarga ketish sizni xayringizga bo'ladi deydi. Ba'zi insonlarimiz bu yerda ikki xil toifa insonlar tushyapti. Ikkinchi kartamizni tanlagan insonlarimiz, ba'zi insonlarimiz yurt tashqarisiga ishlab pul topish, oilamni mustahkamlash uchun ketayotgan bo'lsa, ba'zi insonlarimiz rostmanasiga muammolardan qochish uchun ketayotgani ko'rinyapti. Ya'ni biroz vaqt uzoqda bo'lishni xohlayapti. Bu chet elga xoh pul ishlagani ketgan bo'lsin, xoh boshqa bir sabablarga ko'ra bo'lsin, chet elga ketish ham bir bahona, ya'ni uzoqlashish uchun, muammolardan uzoqlashish uchun yoki bo'lmasam ba'zi insonlardan uzoqlashish uchun bir bahona ekanligi ko'rinyapti aslida deydi. Ya'ni bu ikkinchi pozitsiyamizni tanlagan insonlarimiz yo'l kutyapti va sevgan insoni bor insonlarda esa deyapti, birlashuv kutyapti deyapti. Faqat sal qarorliroq, kuchliroq bo'ling. Balkida birinchi qadamni siz tashlashingizga to'g'ri keladi sevgan insoningizga nisbatan, lekin buni oxirida g'alaba qozonib chiqqan taraf siz bo'lasiz deydi. Yana nimalarni bilishimiz kerak ikkinchi pozitsiyamizni tanlagan insonlarimiz uchun? Qandaydir qora energiya bor. Ammo lekin bu qora energiyadan qutulib ketish uchun yechimini yaqin orada o'zingiz ko'ngildan his qilib ko'rishingiz ko'rinyapti. O'tiring, o'ylang, nimaga qora energiya bor yoki bo'lmasam nimaga hayotimni ba'zi joylarida deydi omadim kelmayapti yoki ishlarim yurishmayapti yoki nimaga qo'l ursam teskarisiga ketyapti. Bularda o'tirib o'ylang. O'z-o'zidan yechimlari keladi deydi. O'tmishga nazar soling, bugungi kuningizga nazar soling. Sizni ko'pgina ishlaringizni to'xtatib qo'yayotgan sabablarni o'zingiz hammasini tushunib yetishingiz ko'rinmoqda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.